Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Abduqodir Husanov Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. O'zbekiston milliy jamoasi hamda Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov 21-mart kuni Yangi O'zbekiston bog'ida o'tgan Navro'z tantanasida ishtirok etib, tadbirdan keyin prezident Shavkat Mirziyoyevga imzosi tushirilgan City'dagi libosni sovg'a qildi. Rasman O'zbekistonda 8-iyundan chiqindidan qarzi borlar elektr uchun to'lov qila olmaydi. Qonunga ko'ra, qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorligi mavjud bo'lgan iste'molchilar qisqa xabar SMS orqali xabardor qilinganidan keyin mazkur qarzdorlik bartaraf etilguniga qadar elektr energiyasi uchun to'lovlarni amalga oshira olmaydi. Go'sht oltinga aylanmoqda. So'nggi 10 yilda O'zbekistonda go'sht narxi 5 baravarga oshdi. 2013-yilda 1 kilogramm go'shtni bor yo'g'i 25 ming so'mga olish mumkin edi. Bugun esa uning narxi 140 ming so'mga chiqdi. Go'sht endi oddiy ovqat emas, balki ayni haqiqiy dabdaba mahsulotiga aylanmoqda. Narxlar qanday o'zgardi? 2013-yil 25 ming so'm, 2014-yil 27 ming so'm, 2016-yil 35 ming so'm, 2017-yil 38 ming so'm, 2018-yil 46 ming so'm, 2020-yil 60 ming so'm, 2021-yil 70 ming so'm, 2022-yil 90 ming so'm, 2024-yil 120 ming so'm, 2025-yil 140 ming so'm. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.